Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta buyurtmamizni bitirib egalariga topshirdik. Bu buyurtmamiz uyga polniy qilib shkaf yasab berdik. Bu shkafimiz uzunligi 340 sm, balandligi 240. Fasadi bilan korpusini bir xil rangda qilib berdik. Kromkalarni PVX stanoyda bosilganidan qilib berdik. Mana qo'shimchasiga tilla ranglarda bezatib berilgan, ruchkalar ham tilla rangda. Qalinligi 60 sm da bo'ldi shkafimizni. Mana tepaga osiladigan nasoslar bilan qilib berilgan hammasi. Davchi mexanizmda. O'rtasiga ikkita kiyim ilgich. Ikki tarafi polka. Bu tarafini ichiga kassa ham qilib seyf qilib berdik. Bu mebelimiz o'zimizni tumanga dastavkasida 5 million 600 ming so'mga qilib berdik. Buyurtmalar bo'lsa aytaverasizlar, bittadan like tayamanglar. Hammaga rahmat.